Aynan shundan mana bu modelni qaranglar. 350 ming, 400 ming internetga qo'yib qo'yishibdi-da, olib kirib. Уже sezon boshlanyapti, to'g'ri, sizlar ham tushunaman, lekin sal insof sari qilinglar derdim-da. Mana bu modelni biz ham olib kirib qo'yganmiz. Har xillaridan 30 xil rasvetka bor, aynan shu yerda. 2 xil rangda olib kirganmiz, qora hamda korичневый rang ko'rsalar bo'ladi. Narxlarini esa sirazi aytaman, skidka qilib qo'yib yuborganmiz. Atiga 199 ming so'm qilib. Bilasizlar, sezon boshlangan, Xitoydan primoy kirib kelyapti, yangi tovarlar, mana svежий kirib kelgan tovarlar, даже ko'rsalar bo'ladi, risunkalarni ham har xil modellarda kirib kelganda, bilaman, mamnisini qaranglar, orqasi zamogli 199 mingga skidka qilib qo'yib yubordik, bilasizlar, insofsiz deb qo'ymaganmiz. Bemalol olib ketishingiz bo'ladi shu modellarni. Tepada ham rasvetkalarni ko'rsatsangiz bo'ladi. Skromniy va broshkalarda farq qiladi. Skromniy hamda bagati modellarimizdan olib kirib qo'yganmiz. Mana buniki ham bor. Razmerlarga keladigan bo'lsak, buni yengiligini mana bundan ham bilsalar bo'ladi. Yaltirab turibdi, ko'rasizlarmi hali? Anaqalari ham qotmaganda. Xullas, razmerlarga keladigan bo'lsak, 36 dan 40 gacha razmerlarni olib kirib qo'yganmiz. Newshoysdan kelib olib ketsanglar ham bo'ladi. Xolasizlar 12 viloyatga dastavka xizmatlarimiz ishlaydi. Rosa ko'p bu modeldan sizlar uchun skidka qilib chiqarib qo'ydim. Bemalol olib ketaverasizlar. Xo'p, kelmoqchi bo'lganligi navigatorda, Yandexda, xullas qayerda bo'lsa ham hammasidan Newshoys deb yozsangiz chiqib keladi. Do'konimiz Sergelida joylashgan. Bemalol kelib 199 mingga shu sapoklarimizni xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Shoshilinglar.